Farg'onada bir guruh yigitlar 14 yoshli qizni zo'rladi. Assalomu alaykum, aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida bir guruh yigitlar 14 yoshli qizni zo'rlagani haqida xabarlar tarqaldi. Surayyor Rahmonovaning bildirishicha, voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilgan zo'ravonlik holati yuzasidan Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 118-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchi shaxslar Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bolalar Abdusut tumani holat yuzasidan o'z kuzatuvini olib borgan holda ta'kidlashicha, mazkur jinoyat ishiga tegishli holatlarni batafsil ochiqlash bola manfaatiga zid bo'lib, bolaga oid ma'lumotlar OAVda keng tarqalishi jabrlanuvchi bolaning huquqlariga zarar yetkazadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan 64-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 11-sinf o'quvchisi 9-sinf o'quvchiga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgani haqida xabar berilgan edi.